Bitta xato tufayli ayollar millionlab so'mlik kosmetik vositalaridan foyda ko'rishmayapti. Bugun sizlarga bitta zo'r sirni ochaman. Nimaga u kosmetikalaringiz ishlamayapti? Mana shu rasmdagi narsa bu nima deb o'ylaysiz? Bu yer qatlami emas. Mana shu narsa sizning yuz teringizda bor narsa. Har bitta insonni terisida uni mikroskopda ko'rsa, mana shu o'lik terilar bor. Har 28 kunda bu terilar mana shunaqa qavat bo'lib ochiladi. Sog'lom insonlarda bu o'z-o'zidan tushib ketadi, lekin nosog'lom yoki terisida regeneratsiyasi, ya'ni moddalar almashinuvi yaxshi ishlamasa, bu narsa tushib keta olmaydi va o'lik terilarni siz qimmat millionlik o'sha kosmetik vositalaringiz bilan oziqlantirib o'tiraverasiz. Demak, nima qilish kerak? Demak, bitta zo'r narsa o'rgataman. Har 28 kunda aslida kosmetologga kelish kerak, peeling qilish kerak terini. Demoqchiman deb o'ylayapsizlarmi? Yo'q. Sizga eng oson variantini, eng arzon variantini o'rgataman. Ya'ni uyda o'tirib ham mana shu o'lik terilardan qutulish yo'lini o'rgataman. Judayam zo'r scrub peeling. Buning uchun bizga nima kerak? Davaychi boshlaymiz. Demak, buning uchun bizga idish kerak. Eng avvalambor. Buning uchun bizga 4 ta spirulina kerak. Spirulina sizlarda bor уже, hammanglarda, meni kuzatuvchilarimda bor. 4 ta spirulinani maydalab olamiz, solamiz idishga. Unga yarim choy qoshiqda shakar solamiz. O'sha oshxonangizdagi choyga aralashtiriladigan shakarni. Choy bilan ichmaysizlar-da, endi skrab tayyorlaysizlar. Demak, unga nima solamiz? Unga yarim choy qoshiqda chayna soda, ya'ni iste'mol sodasi solamiz. Va unga eng zo'r narsa bu enzim. Enzimni ko'pchilik tushunmasligi mumkin, nimaligini biz rasmini qoldirib ketamiz. Mana har xil firmalarda enzimli pudralar bor. Enzim o'rtoqlar, enzim emas, enzim. Demak, enzimli parashokni solamiz. Shunaqa zo'r skrab bo'ladi bu, endi tasavvur qila olmaysizlar. Eng asosiy ingrediyenti, buni biriktiradigan va teringizga yumshoq ta'sir qiladigan narsa bu glitserin, aptechniy glitserin. Bundan ham ozgina solamiz. Mana, где-то yarim choy qoshiq. Yaxshilab aralashtiramiz. Bu narsa o'rtoqlar, ko'p glitserin aralashtirib yuborish kerak emas, skrab holatiga kelish kerak. Suyulib ketish kerak emas, unda как skrab ishlamaydi bu. Demak, mana ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa holatga kelish kerak. Demak, toza yuvilgan yuzimizga hidini, haqiqiy skrabni hidi. Demak, suramiz yuzimizga. Endi men qo'limda ko'rsataman o'rtoqlar. Buni skrab sifatida foydalanganimiz uchun 1 daqiqa xolos ishqalaymiz terimizda. Va qoldiramiz 5 daqiqaga. 5 daqiqa ishqalamaymiz. Yuzimizda как maska ishlash kerak. Chunki bilasizlar, spirulina yuzni oqartiradi. Demak, ham skrab qilamiz, orada ham maska. Demak, 2 в 1. 5 minutdan keyin yuvib tashlaymiz. Qarabsizlarki, terilar chaqaloqnikidek bo'ladi. O'lik terilar tushgan, sivrotka kremlar sursanglar, yuz chaqaloqnikidek bo'lib qoladi. Eng asosiysi, buni qancha qilish mumkin? Haftada necha marta? Haftada 1 marta xolos, undan ko'p emas. Ta'sirchan yuzinglar bo'lsa, skrabdan keyin albatta bizni dermaherb mazimizni surib qo'ying yoki Bipanten yoki Bora Plus surib qo'yinglar o'rtoqlar. Chunki qizartirishi mumkin, ta'sirchan yuzlarga mikrotravma berishi mumkin. Uni tinchlantirmas ekansiz, teri jarohat oladi va har xil yomon asoratlarga olib kelishi mumkin. Har bitta narsadan to'g'ri foydalansanglar, natija ham zo'r bo'ladi. Tasavvur qilinglar, mana shu narsani yuzda ishlatishni, yuz yalt yonadi o'rtoqlar. Va ertasiga SPF surib ko'chaga chiqinglar. Sog' salomat bo'linglar, bitta like bosib qo'yinglar endi. Shuncha harakat qilolmaslar uchun.